Okuldan qo'rqamsiz. Şavtavzi muallimining ta'limini esida ching tutqashqa ko'kböri bilan Perxunni osonla mag'lub qiladi. Darvaqa cho'chakdagi hikoyaga o'xshamaydigan natija bo'ladi. Muallimmi Şavtavzining ijodiyatini muayyanlashtirdi ham bolalar teatr qilib o'zgartib berishini umid qiladi. Bu chaqda Şavtavzi og'rib qoladi. Atanisi uni doktorxonaga apirdi. Şavtavzi okuldan qo'rqatdi. Bu g'alati doktor bilan 100likka fursat bo'lib berdi. Ular Şavtavzining ojizligidan qanday foydalanadi? Bu sendeki kasallik mikropları ular sana hücum kılıvatıdı Şavtavzi. Takas bol. Onun amal yok. Benim ağrıp kaldım yok. Benim ağrıp kaldım yok. Mağdırım kalmadı. Benim mikroplar yağdığını kapıldı. Siz Şavtavziga deyman. Birinin bo'lmagansiz. Balam, bu yerda o'tiribsiz-ku. Birinin bo'lmagansiz. Bakteriyalar g'oyib bo'pti. Ular sestra ochishdan qo'rqadi ekan. Chunki sestra ochishda dezinfeksiya suyuqligi bor. Bakteriyalar uningga yaqin kelmaydi. Dadam opamlardan nur yig'yotdi. Chunki ota-onang har kuni badan chiniqtiradi. Shunga immunitet kuchi bor. Mikroplar yaqin kelmaydi. Şavtavzi, eli sestra açang bilan berib qan tekshirtib kel. Shig'dimajimi? Ma'qul. Bu bola nima degan qaysar? Uni texi yig'lang'u deysiz. Hoy, menmi o'ylamabdi ekanman. Bu bola doktorxonaga kelishdan qo'rqatdi. Şavtavzi, sestra açang sana okul sep tursin. Dadang ikkimiz pul to'lab kiraylik. Keldik Şavtavzi, kiring. Kiring Şavtavzi, qo'rqmang. Bo'ldi Şavtavzi, sizga okul sep qo'yay. Razvedka atirdi, yo'shirishga diqqat qilinglar. Vazifani ijro qilinglar. Sizlar kimlar? Biz qon tekshirish razvedka atirdidan bakteriyalarning harakat rayoniga yig'ilishyapmiz. Dushman ahvolini kuzatib, qo'mondonga doktor beramiz. Bu kasallikni g'olib kelishingizga yordam qilamiz. Bu sizning teningiz. Mening tenim nima aytsa? Siz og'rib qolgachqa o'shunday bo'ladi. To'g'rilab boshla. Sharqdagi dushmanning ahvolini razvedka qilib keldik. Yaxshi, razvedka xizmati oxirlashdi. Chekinaylik. Kadınlarmı? Razvedka ahvolidan qaraganda kesili eg'ir ekan. Shunga hal qiluvchi vosita qo'llanmasak bo'lmagidak. Davolash atirdi. Oldingi atraf. Alayda qismlar yig'ilsin. Hop. Bu yoq bu qatim sizlar qutqizgan Şavtavzi. Jangni cho'qim g'alabalik oxirlashtiringlar. Hop. Şavtavzining tendagi bakteriyani qirib tashlanglar.
Biz gelikoz qutquzish atritidan men sizga oziqlik moddalarni yetkazishga mas'ul. Biz qizitni qaytirish atritidan sizning bearam bo'lmasligingizga mas'ul. Biz yalla qaytirish alaydi qismidan bakteriyalarni yo'qotishga mas'ul. Jangga hozirlaninglar. Shotozning salomatligi cho'qim aslik kelsin. Bayqi chedirda davolanayotgan askar teningizdagi immunitet qismi. Ular yengilib ig'ir yaralang'ashqa. Biz ularga dori berish orqali ularga yordam qilg'ili keldik. Hamma menda suv o'ynamagan bo'lsam og'rib qolmaydi. Og'riq silahdan saqlanғалы bo'lmaydi. Ammo badan chiniqtirib turganda uncha oson og'rib qolmaydi. Shundaq, biz tashqi qism vaqtlik jang qilamiz. Immunitet kuchingiz kuchli bo'lsa, teningiz uchun har vaqt jang qiladi. Shunga odatda badan chiniqtirib, immunitet kuchingizni oshirib. Qanday qilsam immunitet kuchimni oshira olayman? Tanharakat faoliyatlariga ko'proq qatnashing. Tamoqni obday yeng, tanlamang, tozlikqa diqqat qiling. Yuringlar, biz jangga otlanaylik. Xo'p. Siz bu orqali buyruqlarni anglab tursangiz bo'ladi. Qizitma qaytirish atriti yo'lga chiqib, dushmanga ajalik zarba bersin. Hayrat qilinglar. O't o'chirishni boshlanglar. Gelikoza atriti ishga kirishib, oziqlik to'liqlasin. Şatozi, beparvolik qilma. Ularni vaqtga chekindirgan bo'lsakmi, ammo tezla qaytadan bostirib kelishi mumkin.